2. qism. Kunlar shu tariqada o'tib, Obidaning uyiga yiroq yaqindagilardan elchilar kelishga boshladi. Buni anglagan Odil o'ltiranmayli qoldi. Uning uchun Obidadan ayrilish o'lim bilan barobar edi. U oxiri aqlga sig'maydigan bir amalni o'ylab topdi. Bir kun o'tishdan keyin Obida ko'ktat olg'il chiqqan fursatda Odil do'stining mashinasini haydab Obidaning kaynidan agishib mangdi. Obida ko'ktatni ilib bo'lib, ko'cha do'qmishidan qayrilib, odam shalon yeriga kelganda Odil mashinadan tushdi-da, Obidani ko'tarib mashinaga soldi. Nimish bo'lganligini anqirolmagan Obida tipirlab, mashinani tepib baqirg'a urdi. Nima qilyapsiz? Meni qayerga borsiz? Siz mashinani to'xtatib bo'lmasa sakrayman. To'xtatib Yilidan yiliga tepchaklab, yulqinib turgan Obidaga qarab, Odil darhol mashinani tormozladi. Yuqori surat ketayotgan mashina qattiq tormozlanganlikdan necha metr siyrilib, ondan to'xtadi. Obida alanglab qaradi-yu, istik mashinadan tushib oldi va yig'lamsirab turib, mashinadan tushgan Odilga qaradi. Nima qilmoqchisiz? Nimishqa shunday qilasiz? Meni nima bo'lsin deysiz? Canım Abide yıklama. Sen yıklasan ben çidyapmay kalıd ekenmen. Ben uyunga elçi kelgenligini anlap, pakatla özümni tutolmadım. Senin ayrılıp kılıştın korktum. Sensiz yaşığınımdan bana ölüm evzel. Şuna... Nima? Boshqalarning odami bo'lib ketishimdan ansirgan odam qizingizni olay deb uyga elchi kirgizsangiz bo'lmamda. Chidimidan deb ap qochadigan gapmi? Bu gapni anglab Obidaning pig'oni o'rladi. Eğer uyundakiler koşulmay kalsın. Seni bana benimiz kandak kılma Abide. Sinab boqmay turib qo'shilmaydiganligini qanday bilasiz? Avval to'tnan tepib, dasturxon qilib, ishik chekib, kirib beqib, bermagan tanning gapingizni qilmamsiz. Agar rostla qo'shilmay qolsa, maslahatlashib ish ko'rsak bo'ladi-ku. Abide, ma'qul degen. Biz muşu mangancha yiroq ketayli. Fakat ishkimizga tava bo'lgan yerga ketib, o'z baxtimizni topayli. Shundoq bo'lsa, menmi uydagilarning qo'shilmasligidan g'am yeb, hem seni boshqalar tatib olarmi deydigan andishida yurmayman. Yo'q, bu hargizmi mumkin emas. Men siz bilan ketsam, ota-onam yurt mahallada qo'lim qo'shnilarning oldida qanday yuzini ko'tarib yuralaydi. O'rdakka suv yo'qmagandek siz va ota-onangizga gap yo'qmaydi. Ammo men-chi, ota-onam-chi, ular mush ish sababli bir umr beshini ko'tarolmaydi. Qiz boqqan gunohiga barcha alamni tashlab qo'yib, hargiz siz bilan ketanmayman. Agar siz bugun meni roziligimsiz ap qochgan bo'lsangiz, sizdan bir umr nafratlangan bo'lardim. O'ylab beqing'a, ota-onamizning roziligisiz to'y qilsakmi qanchalik baxtli bo'la olamiz? Ular bizni ming jafoda beqib cho'ng qilsa, ularga javob qaytarish oyoqda tursin, aksicha ularni qaqishtab, yuziga oyoq qo'ygandek ish qilsak qanday bo'ladi? Biz faqat o'zimizni o'ylamay, ota-onamizni o'ylab qo'yaylik. Bo'ldi, men qaytay. Yana kirmasam uydagilar ansirab qoladi. Onam tomoq yetish uchun mening ko'ktat akilishimni saqlab qolgan. To'xta, mashina bilan opirib qo'yay. Menib ketib bo'lguncha xeyli vaqt ketadi. Elimi mahalladan xeyli uzun ketdik. Uning ustiga bu yerdan yolg'iz bo'lsang ansirab qoladi ekanman. Bo'ldi, seni ab qochib ketsam, odam bo'lmay ketay. Boy birdamlik aqlimni yo'qotibdiman. Qo'rqmay tez chiqa. Bugun Odil tunji qitim Obidani sallab gap qilgan edi. Bayatindan biri uning gapini anglab, o'zining qiliqidan xijillik his qilgan Odil amdilikda qizning axloq fazilatidan dili so'yinib, uningga bo'lgan hurmati va muhabbati yanama oshgan edi. Odilning ahmoqona xiyolidan, shundaqla apqichishidan ansirab orisaldi bo'lib turib qolgan Obida hozir sal xotirjam bo'lgandek bo'ldi. Ular mahal tarafga yurib ketdi. Aradan hafta o'tmay Odil Obidaning uyiga elchi kirgizdi. Yurt mahallada xeyli inoati bor oqsoqol Kiram Ovud uningga elchi bo'lib kelgan edi. U gilini qirib qo'yib so'z boshladi. Kız çoğun bolsa yolçuk boludu. Oğul çoğun bolsa öylenidi. Bu elmisaktın tatip davamlaşıp kelivatkan kaide. Emdi nehkepki kelsek, Hili Mahun'un oğlu Adilcan'dan Sıl'nın kızları Abide Hanım'a kömlü çişip kaptı.
Ilmaxunni sılımı bilidila. El mahallede xeyli ta'siri yaxshi odam o'zi. Shunga qizlari Obida xonimni shu bolaga so'rab kelishi. Bu yaxshi gap bo'ldi. Qani men bir uydagilar bilan maslahatlashib boqay. Qolganini qizimning royiga biqib, ondan sizlarga javob beray. Mahsum aka mehmonlarga adab bilan shu javobni berdi. Zamira xonim Obidaning qishig'iga kirib, ig'iz ochdi. Qizim, demisem mehmonlarni ko'rib ostola tushungansan. Adil o'zi xeyli yaxshi bola. Ota-onasimi yavaş obdan odamlar. Lekin sal qo'li qisqa. Keyinchi jafo tortib qolasanmi deb ansirayman. Ammo bu ishni men sening ra'yingni bilib boqay deb kirishim. Bu ishga qanday qaraysan? Ana, men sizlarning fikringlarga hurmat qilaman. Sizlar qanday qaror chiqarsanglar, shunga qo'shilaman. Boshqa fikrim yo'q. Obida onasiga yuzlanib turib, xijillik aralash shundoq dedi. Zamira xonim qizning bu so'zidan dili so'yinib ketdi. Shundoq emasmi? Hozirgidek yoshlar orasida erkin muhabbatlashish moda bo'layotgan. Muhabbatlashdiq deb axloqqa zid, hayosiz qiliqlarni qilib, ota-onasi topqaniga unimay, o'z baxtimni o'zim topaman deb yoshlik, bangvashlik qilib, ko'ngilning kayniga kirib, jubta hamroyini xato tanlab qo'yib, ömürlük baxtini o'yin o'rnida ko'rib nobud qilayotgan ashu yoshlar oxiri berib savotsiz, tuzukrak maktab yuzi ko'rmagan, ammo yiroqni ko'rib xeylilar tajribalik bo'lib qolgan qora turk ota-onasining qilganini va diginning to'g'ri bo'lib chiqqanligini afsuslik ichida his qiladi. Hech qanday ota-ona o'z farzandi yomon bo'lsin demaydi-da albatta. Ular har vaqt yurak paris bo'lgan farzandi uchun hattoki jinni pido qilishga rozi bo'ladi. Güller içilipti yazının vaxtida. Barcha güller içilipti kuzning vaxtida. Yuquda to'y qilibdi. Obidaning ota-onasining rozilik berishi bilan elchilar ketib bir oy bo'lganda Odil bilan Obidaning to'yi bo'ldi. To'y zamonga loyiq, ammo hasham daramsiz oddiy sodda o'tkazildi. Odilning ota-onasi yangi to'y qilgan yoshlarning ayrim o'ltirg'isi keladi deb ularga ayrim uy tutib berdi. To'ydan keyin bu ishkaylan shunchalik ichakishib ketdiki, birisi bo'lmasa birisining gilidan g'izo o'tmaydi. Yangi to'y qilgan qiz yigitlar o'zini qanchalik baxtli his qilgan bo'lsa, bu ishkaylan o'zlarini ulardan nechasi baxtli sezadi. Obida kiyim kiyganda bo'lsin va yoki tamoq atganda bo'lsin, o'zining yaxshi ko'rishi va tanlashi bo'yicha emas, balki Odilning yoqtirishi bo'yicha qiladi. Ular ana shunday kunlarni baxt ichida o'tkazib Obidaning bu yerdagi eng yaqin do'sti ularning qo'shnisi Aliya edi. Aliya xushchaqchaq, ochiq mijozli qiz bo'lib, Obida bu ochiq yo'riq qo'shnisi bilan tezla ichakishib ketgan edi. Aliyaning yo'ldoshi Murat sirtlarda yurib tijorat qiladigan savdogar edi. Uning ko'proq vaqti sirtlarda o'tadi. Shuningcha Obida tamoq atganda Aliyani chaqirib olib, hamdasxon bo'lib tamoqni birga yeydi. Ba'zida Aliya tatinib qoldi ekanman deb kirgizolmaydi. Adaş, yat emas-ku biz. Endi yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. Muratma uyda bo'lmasa, yolg'iz jinaga tamoq etaman demay, bizniki kelib kirat. Men tamoqni tayyor qilib qo'ydim. Ma'qul amsa, takallubdan itoat a'lo debdikan. Kiray. Ha, ma'qul gaping joyida. Ular mana shunday amroq do'stlardan edi. Ularning ko'pincha vaqti birga o'tadi. Kunlar shu tariqada o'tib, bir kuni Obida o'zidagi ba'zi alomatlarni his qilib, ko'ngli bir ishni tuygandek bo'ldi-da, yezliq doktorxonaga berib, tekshirtib, o'zining homildor ekanligini bilib, intayin xushal bo'ldi. Bu xush xabarni anglagan Odil cheksiz xushalligida Obidani ko'tiribla nachini piqirtib etdi. Voh, men dada bo'ldigan bo'ldim. Sening nimaga ko'ngling tatidi?
Men akab beray. Qarang xush bo'lib ketganingizni. Buningdan keyin kunda akilib berasiz. Undaq fursatlar ko'p texi. Lekin mening hozir sizni ko'nglim tartyapti. Bo'ladi, chatoq yo'q. Amiz kunda sana emraq bo'lay. Aliyamu bu xabarni anglagan bo'lsa kerak. Bir kun tushda ishdan kirgunicha tabrikladi. Adash, anglasam xush xabar bo'lgan-ku. Muborak bo'lsin adash. Rahmat adash, qani o'ltira. Bir tarafdan shunda xush bo'lsam, yana bir tarafdan andishim oba. Sal qo'rqyapman. Har sencho, sen to'y qilib xilo uzun bo'lgan turib, nemishqa texicha bolaliq bo'lmaysan? Mengo kichik balaga bakla amroq adash. Lekin shu Murat bo'lmamdi. Hozir kuchimizning bari terish pul tepilib, keyinchalik balaliq bo'layli. Balaliq bo'lish uchun uy, mashina, yana bolamizning nomiga atab bankada ma'lum nisbatda pul, az-to'la iqtisod bo'lish kerak. Bola tug'ilgandan keyin yaxshi yegizish, yaxshi kiygizish va uni nuqtaliq maktablarda o'qitish uchun pul ketadi. Bularni o'ylashmasak bo'lmaydi, deydi. Voy, adash, Murat bekla uzoqni o'ylab ketdim o'qanda. Uning qarashchi bo'lganda puli, mashinasi yo'q namrat odamlar menga bolaliq bo'lmasa bo'lg'idekda. Uy deganda bola bo'lganda andan mehr texmi kuchiydi. Ayolning rishtasi chingiydi. Konalarda bolaliq uy baza, bolasiz uy maza degan gap bor. Hozirgidek tan qurilishinglar, salomatlikinglar yaxshi vaqtida bolaliq bo'lmasanglar yaxshi. Keyinchi ustixon qaytib qolganda qursoq ko'tarmakmi, tug'utmi qiyinlashib qoladi. Ma'qul xanacha. Amdiliq uzoq ko'tirib, xuddi 5-6 balni tuqqan ayoldek so'zlab ketding-ku. Boshqa kelganda sen hammani bilib ketsan. Men hozir homildor ayollar va homiyla parvarish to'g'risida kitob o'qib, xili tajribalik bo'lib qoldim. Ular mana shundaq deyishmaydigan gapi yo'q. Yaqin sirdoshlardan bo'lib qolgan edi. Kunlar o'tib, oylar o'tib, Obidaning xili eg'irlashib, harakat qilishi qulaysiz bo'lib qoldi. Tug'utiga oz qolganda, shu yerning qoidasi bo'yicha Obidaning ota-onasi Obidani o'zining uyiga yo'tkab aketdi. Ikkinchi qism tugadi. Uchinchi qism. Ular mana shundaq deyishmaydigan gapi yo'q. Yaqin sirdoshlardan bo'lib qolgan edi. Kunlar o'tib, oylar o'tib, Obidaning xili eg'irlashib, harakat qilishi qulaysiz bo'lib qoldi. Tug'utiga oz qolganda, shu yerning qoidasi bo'yicha Obidaning ota-onasi Obidani o'zining uyiga yo'tkab aketdi. Obida ketgandan keyin Odil cho'ng'oyda o'z yolg'iz qilib, g'iribsinib qoldi. Ota-onasi bilan bu uyning orliqi xeyli yiroq bo'lg'achqa tamoqqa davomli chiqib bo'lolmaydi. Odilning onasi Obidani akagicha o'z bilan birga turishini aytgan bo'lsa-mu, Odil ko'nib qolganligini bahona qilib o'z uyida turaverdi. Bu vaqtlarda Aliya tamoq qilib uni chaqiribdi. Odil kirgili unmay rad qilib turib olsa, Aliya o'zi achiqib beradi. Bir kuni uyda tayyor cho'p ichib o'tirgan Odil ishik chekkan ovozni anglab, ishtik qo'lidagini qo'yib, ishikni ochdi. Ishik oldida Aliya turadi. Qani, uyga kiring. Nima qilganingiz bu Adil? Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni ala deydigan gap bor. Bizni yot ko'ribsiz-a? Obidan men xeyli yaxshilik qilgan, doim tamoqqa chaqiradi. Yo'q, undaq emas. Uyda Murat bo'lmasa, kirib chiqib yursam afsiz bo'lib qolarmikin deb. Muratmi sizning yaqin og'iningizku? Nimaga afsiz bo'ladi? Hechnim bo'lmaydi, yuring-a. Bo'ldi, keyin chiqay. Hozir tamoq yeb oldi. Ashu tayyor cho'pni ichibma. Uningga qo'saq to'ygan bilan ozroqmi quvvat yo'q. Bo'ladi, siz chiqmasangiz o'zim akiray. O'riqlab ketsangiz, do'stim Obidaning ko'ngli yerim bo'lib qoladi. Aliya shundaq degunicha chiqib ketib, ayol bo'lmayla issiq bir taxs lag'manni ko'tarib kirdi. Shuningdan keyin Aliya tamoq asida Odilga bir qoch tamoq olib qo'yibdi. Mana bu yaqinlik ularning bara-bara chegara sirtiga chiqib ketishiga sabab bo'lmoqda edi. Obida onasining uyiga yo'tkilib ketib 20 kun bo'lgan chaq. Onasiga yordamlashib ko'ktat oqlayotdi. Tuyuqsiz qo'sqi qattiq mujib og'rishga boshladi.
Ашхана uyda tamoq qilayotgan Zamiraxon qizning ovozini anglab yugurib chiqdi va qizning tatirib ketgan chiroyiga qarab dadisini chaqirdi. Ular Obidani doktorxonaga olib keldi. Uninggacha qudillarga xabar qilib ulgurishdi. Adil bilan onasi yetib keldi. Doktorlar bir qur tekshirish qilib bo'lgandan keyin koridorga chiqdi. Bola ta'tirkan. Uni darhol operatsiya qilishimiz kerak. Bo'lmasa, ana bolaning hayotiga xavf yetib qolishi mumkin. Shunga tizdan bir qaror qilinglar. Bu gapni anglagan Adil sovuq talab ketdi. Nima? Bu qandoq gap? Abida har oyda yezliq doktorxon tekshirtib turmaganmidi? Qandoqsiga bundoq bo'ladi? Adilning onasi xafa bo'lgan holda shundoq dedi. Shu har oyda tekshirtib turgan. Mush 2 oydan beri mening ishlarim jiddiy bo'lib qolib, tekshirtishga aklanmagan. Bo'ldi, vaqt qiz. Bundaq paytda talash-tartishni qo'yib, vaqt o'tkazmay tezroq bo'linglar. Bemor saqlab turmaydi. U bakli qiynalib ketdi. Operatsiya qildirayli o'g'lim. Tezroq operatsiyaga qo'l qo'ying. Zamiraxon yig'lamsirgan holda shundoq dedi. Ma'qul, operatsiya qildirayli. Adil shundoq dedi va doktorning kaynidan chiqib ketdi. Adilning onasining texicha achchig'i yonmagan edi. Burun qichoqlarda doktorxonaga bormay uydali 7-8 balani o'z yo'li bilan to'g'atdi. O chaqlarda operatsiya deydigan gapmi yo'q edi. Hozirgi yoshlar hamma nimasi tal. Parnikning ichidagi maysidek, yog' ichidagi börekdek yashab turibmi? Xuddi qo'noq shixidek ojiz. Po'lab qo'ysa uchib ketgideklar turishidi. O'zi bir g'ayrat qilgan bo'lsa, bolami o'z yo'li bilan to'g'latdi. Yap yosh turibli pichoq yarsi qilib, atogin og'riqchan bo'lib qoladi. To'xtasizlar qudam. Mening qizim tug'sam satlashib ketaman. Burunqi badan shaklimni saqlab qololmayman deb o'zi xalab operatsiya qilg'izg'ini yo'q. Buni doktorlar tekshirish orqali shundoq dedi. Avi karvatda yotqini silining qizlari bo'lmag'achqa shundoq deyaptilar. İnekning beshiga kelgan kun mo'zayning beshiga keladiganligini unutib qolmasizlar. Silining qizlari bor. Undaqmi deb ketmasizlar. Boyi doktorning gapini anglamay, asyodillar doktorxonaga topshiradigan puldiqaga o'xshaydi. Xotirjam bo'lsizlar. Qizimning operatsiya pulini hukumat ochut qilib berdi. Qolgan qismini biz topshiramiz. Undaq emas qudam. Men undaq demoqchi emas. Xato tushunib qopdilar. Bu pul masalasi emas. Mushu qizimning salomatligidan ansirab shundoq degan edi. Mening boshqa maqsadim yo'q. Adilning onasi Zamiraxonning dal joyiga o'tkazib degan gapidan xijil bo'lib, darhol pozitsiyasini o'zgartdi. Amaliyotda demisimi operatsiyaga ketadigan puldan ansirayotdi. Uninggacha Adil kirib keldi. İki qudumi jim bo'lishdi. Oradan 1 soat o'tgandan keyin bir sestra yo'gakda bir bovoqni ko'targuncha chiqib keldi. Adil balani sestra qizning qo'lidan elib, balaga qarab bir xil illiq mehrni sezdi. Mana bu otliq mehr edi. U shunday xushal bo'ldi. Hammaylar xushallikda kichikkina bovoqqa to'ymay qaraydi. Obida yenida mushlarini ching tugib yotgan umoq o'g'liga qarab, barliq og'riq azoblari, jafolarini biroqla unutib ketgan edi. U cheksiz onliq mehr bilan o'g'lining peshonasiga so'yib qo'ydi. Obida doktorxonada hafta yotgandan keyin Adil uning qirqini chiqarib olishi uchun Obidaning onasining uyiga olib qo'ydi. Doktorxonadan chiqqan kunning ertasi Adilning uydagilar balaga ism qo'yish uchun keldi. Bu mening tunji bolam. Bu qitim menga yo'l qo'ysanglar, balaga ismni men tanlasam. O'g'limizga nim deb ism qo'yishni o'ylashdingiz? Men siz homildor vaqtingizda o'ylab qo'ygan. Ali qo'ysak qandaq? Bu ism bek yaxshilik ekan, yaxshi ismni tanlabsiz. Shundoq qilib, balaning ismini Ali qo'ydi. Adil uyga qaytib kelgandan keyin yana yolg'iz qoldi. Bir kuni Adil uyida televizor ko'rib o'tirdi. Ishik taraqshib ichilib, oqdilla Aliya hozirg'incha kirib keldi. Adil, turba buzilib qoptikan. Suni faqat to'xtamadim. Chiqib bir qarab baqsangiz bo'ptikan. Adil darhol o'rnidan turib, Aliya bilan birga uning uyiga kirdi. Degandek, turbidan suv shaqirab tushayotgan bo'lib, uyning 20 dugidek suv bo'lib ketgan edi.
Adil xeyli uzun həplişib yürüb, axırı oңşap boldy. Lekin onun kiyimleri bütünley hөл bolup ketken edi. Abida onun Muratның köynükidən birini əp çıxıb bədi. Kiyimingizni almashtirib oling. Bo'ldi, yanala uyga chiqib almashtiray. Uyimdan bu betil chiqib ketsangiz, qo'lim qo'shnilar ko'rib qolsa xato tushunib qoladi. Yanala almashtirib oling, ha? Bo'ladi amsa. Ko'ynakni atay chiqib beray. Bo'lmasa Murat uqib qolsa, uningga tushuntirish qiyin bo'ladi. O şundaq deb köynəkni almaqçı bo'lib qo'lini uzatgan edi. Qo'llari Aliyaning qo'li bilan tegishib ketdi. Adilning yuragida bir xil illiq harorat tepchaklab, badanida to'g'i at o'rlab ketdi. Shu zaman har ikkisi o'ng'aysizlanib, qo'llarini ishtik tortib oldi. Adil Aliyaga xo'sh demayla uyga chiqib ketdi. Necha vaqtdan beri ayoliga bo'lgan sig'inishini, talpinishini bisib turayotgan Adil o'zida bu talpinishning texmi kuchib ketganligini his qildi. Aradan 10 kun o'tib, bir kuni Aliya Adilning uyiga o'ngsil yo'qlik kirib keldi. Aliyaning chiroyining tatirib, lallarning titrab ketganligini ko'rgan Adil uduqqan holda so'radi. Nima ish bo'ldi? Muratga nima ish bo'ldi? Odamni ansratmay deysizchi. Muratga hech ish bo'lmadi. Menga bir ish bo'ldi. Murat o sirtda boshqa birsini tepibdi. Nim deydigansiz? Murat undaq odam emas. Siz cho'qim xato tushunib qopsiz. Aranglarda bir uqishmaslik bo'lmasin yana. Qandaqsiga xato tushunib qolay. O'zi menga telefon qilib, uni bekorla. Muratdan ajrashib ket. Murat seni yaxshi ko'rmaydi. Shunlashqa hozirgacha sen bilan balaloq bo'lmabdi ekan. Hozir mening qo'zqimda uning yana erining bolasi bor davasa. Men qandaqmi to'g'ri tushunay? Ben işinizi sürtüyorum. Bek ko'nglingiz gap ketma. Bu salomatligingizdan chatoq chiqadi. Haq bilan deyishgilimi tik turmasangiz bo'lmaydi. Aliya uning bu kichikkina mehribonligidan ta'sirlanib ketdi. U birdilla Adilni quchoqlab oldi. Hozir kayfiyatim bek nachar. Gap qilma. Gap qilmay birdan mushundaq turib olay. Menga ruxsat qiling bo'lamdi. Adil qizning badanidan tarayotgan kuchlik atir-piroqqa qo'shilib, uning sochlarining yuziga tegib turishidan as-hoshini yo'qotdi. Nervlari g'idiqlanib, hissiyotini boshqarolmay, aqli tormozlanib qolgandek, asta qo'llarini ko'tarib, Aliyaning mo'risini tutdi. Ikkalan hissiyot kontrolligini yo'qotib, xato yo'lga qadam oldi. Mush xato bosgan bir qadam sabablik ömürlük pushaymonga, vijdon azobiga va ichinishliq ig'ir oqibatga qilishini o'ylab boqmagan edi. Adil o'zining cho'ng bir xatoga yo'l qo'yganligini to'limi kechikib his qilgan edi. U o'zining Obidaga yuz kelamaydiganligini his qilib, o'zini ayblashga boshladi. O'ziga qayt va'da berib, endi hargiz undaq ishni qilmayman deydi. U shundaq o'ylab qoldi va uningga gap qilishdan, hattoki uchrashib qilishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Uchinchi qism tugadi.